Bismillahirrahmanirrahim. Xush kelibsizlar aziz o'quvchilar. Odatdagiday bugun hozir Mabdal qiroat kitobidan 3-darsni boshlaymiz. Odatdagiday birinchi bo'lib nima so'zlar bilan tanishib chiqamiz. Ma'anil kalimati. Bismillahirrahmanirrahim. Muallimun o'qituvchi, muallimuna bo'lsa ko'plik siyg'asi o'qituvchilar. Muallimatun o'qituvchi ayol. Agar alif bilan t kirsa nima bo'ladi? Muallimatun. Ya'ni ahamiyat bering. Mana shu yerda bir narsaga ahamiyat beringda. Hozir agar mana muallimuni ko'ryapsiz, to'g'rimi? Muallimning orqasida hozir mana buni orqasini ko'ryapsiz. Buni orqasida mana bunaqa t yo'q. Qarang, mana t. Qaysi bir gapda orqasida mana shunaqa t kirsa agar toy marbuta deyiladi buni. Toy marbuta deyiladi. Bunaqa t kirsa yoki mana hozir yozib ko'rsin. Bunaqa t kirsa bu ayol kishiga ishlatiladigan gap bo'ladi. Buni otini muannas siyg'asi. Bu ayol kishiga ishlatiladigan gap. Mana misol biz aytdik muallimun dedik, to'g'rimi? Mana shu muallimun mana. Muallimun dedik, to'g'rimi? Muallimun. Mana shuni ayol siyg'asi qilmoqchi bo'lsak, qanday qilamiz? Shuni ayol kishi siyg'asi qilmoqchi bo'lsak, biz qanday qilamiz? Mana bu mimdan keyin bitta t qo'shib o'rsak, mim harfi muallimun, muallimatun bo'ldi. Ko'ryapsizlarmi? Muallimatun. Muallimun edi. Muallim degani erkak kishi ishlatiladigan. Endi ayol kishiga ishlatmoqchi bo'lsak biz bitta t'ni qo'shib o'rdik orqasiga muallimatun bo'ldi. Bu muannas siyg'asi deyiladi. Shu uchun mana ayol kishini ko'ryapsizlar, mana bu yerdagi gap o'qituvchi ayol deb turibdi. Buni ko'plik siyg'asi qanday bo'ladi? Mana misol mana bu erkak kishini ko'plik siyg'asini qilmoqchi bo'lsak, birinchi mana buni qilmoqchi bo'lsak, muallimunni ko'plik siyg'asi qarang, vov va nun bilan qo'shiladi. Ya'ni qanday bo'ladi? Mana muallimuna. Buni tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Muallimuna, muallimuna. Xo'p, muallimun degani nima dedik? Bu birlik siyg'asi, mana bu birlik siyg'asi, mana bu ko'plik siyg'asi. Endi mana bu ayollarda ko'plik siyg'asi qanday bo'ladi? Mana bu ayollarda ko'plik siyg'asi qanday bo'ladi? Buni alif bilan t qo'shilish bilan birga bo'ladi. Qanday bo'ladi bu? Men hozir ko'rsataman. Mana bu ko'rsatsam, bu yoqqa ko'rsatsam mana. Bu ayn bu. Tushunarli? Bu ayol siyg'asi. Nima bo'ldi? Ayol siyg'asi. Muallimatun birlik siyg'asi, muallimatun ayollar. Muallimunda ayollar ko'plik siyg'asini qanday qildik? Muallimga mana bu gapga biz alif bilan t ni qo'shdik. Ayol siyg'asi bo'ldi. Erkak siyg'asi qanday bo'ladi? Erkak kishini shu gapga agar biz vov bilan nunni qo'shsak, bu yerda bu erkak siyg'asiga ishlatiladigan gap chiqib keladi. Ya'ni muallimuna degani erkaklar degani. Misol mana tepada yozib ko'rsatdik. Muallimuna erkaklar, erkak o'qituvchilar, muallimatun ayol o'qituvchilar degani. Xo'p, nima uchun qildik? Bu faqat shunga xosmi? Yo'q. Barcha so'zlarda, har qanday so'zda bilingki, mana bunaqa t qo'shilib kelgan bu muannas siyg'asi, ayol kishiga ishlatiladigan siyg'a. Agar bundan ajralib kelsa, xuddi mana bunday orqasi bo'sh kelsa, mana shunaqa t'dan bo'sh holatda kelsa, bu erkak kishi siyg'asi deyiladi. Xo'p, tilmizun, mana qarang, tilmizun. Tilmiz bu erkak kishi, bu o'g'il bolaga dalolat qilyapti. Tilmiz degani o'quvchi, o'g'il bola degani aslida. O'quvchi, o'g'il bolaga ishlatiladigan. Endi ayol kishiga ishlatmoqchi bo'lsak qanday bo'ladi? Qarang, shu tilmizunga bitta t ni qo'shib o'ryapmiz. Mana oxirida tilmizatun bo'lyapti.
tilmizatun bu ayol qiz bola o'quvchi degani. Xo'p, tilmizunni agar misol tilmizatunda agar biz ko'paytirmoqchi bo'lsak, ayol siyg'asini ko'paytirib mana bunga o'xshatmoqchi bo'lsak nima qilamiz? Bitta alif va toni qo'shaveramiz, tilmizatun bo'ladi. Bu nima degani? Qiz o'quvchi. Xo'p, rajulun erkak, rijalun erkaklar. Imra'atun qarang, ayol kishi, nisaun ko'plik siyg'asi, nisaun ayol yana xotinlar. Hadihi bu ism ishora biz o'tgan darsimizda tushuntirdik buni. Hada desak erkak kishiga ishora qilgan bo'ladi. Lekin hadihi deyotgan bo'lsak bu ayol kishiga ishora qilgan bo'ladi. Mana buni qarasangiz muannas bu, ya'ni muannas degan ayol kishiga ishlatiladigan siyg'a emas turibdi. Tilka anavu bu ayol kishiga ishlatiladigan siyg'a bu ham. Kabiratun katta. Qarang, kabirun desak biz katta narsa muzakkar ismiga ishora qiladigan bo'lamiz. Ya'ni erkak kishi ismiga ishora qiladigan bo'lamiz. Lekin mana bu oxirida alif t qo'shilib kelsa nima bo'ladi? Ayol kishiga ishlatiladigan gap bo'ladi. Muaddabatun odobli qiz, ya'ni asli muaddaba degani orqasiga kiradigan t bu ayol kishiga dalolat qilib turibdi. Ayol kishiga ishlatiladigan gap hisoblanadi. As-sabiyatu ya'ni kichkina qizcha, kichkina qiz. Xo'p, endi gaplarni tarjima qilamiz. Hada rajulun bu erkak kishi, bu o'g'il bola. Hada qarang, biz hadihi mana bu gapni ishlatmayapmiz. Bu yerda bu gapni ishlatmayapmiz. Balki biz nima qilyapmiz? Mana qarang, biz mana bu gapni ishlatyapmiz. Hada rajulun. Mana bu gapni bu yerga ishlatmayapmiz. Nima uchun? Chunki bu erkak kishi. Erkak kishi. Lekin mana bu hadihi imra'atun deganimizda mana bu ayol kishi deyapmiz. Nima uchun? Chunki mana bu ayol kishiga ishlatiladi. Ayol kishiga ishlatiladi. Shun hadihi imra'atun deymiz. Hada rajul hada imra'atun demaymiz, chunki xato bo'ladi. Hadihi imra'atun bu ayol kishi. Hada tilmizun qarang, o'g'il bola. Bu o'quvchi o'g'il bola. Hadihi tilmizatun bu o'quvchi qiz bolalar. Hada muallimun bu o'qituvchi. Hadihi muallimatun bu o'qituvchi ayol. Hada tilmizu muaddabun bu o'quvchi odoblidir. Hadihi at-tilmizatu muaddabatun bu o'quvchi qiz odoblidir. Qarang, muaddabun ham ahamiyat muaddabun tez yo'g'ida bu yerga tez qo'shib kelyapti. Hadihi al-mar'atu karimatun bu ayol saxiydir. Hada al-qalamu jamilun qarang, qalamni ham misol qalamni orqasida t yo'qligi uchun jamilunning orqasiga ham t qo'ymadik. Agar bir ayol kishiga masalan hadihi mana bu yerda kelibdi mana misol. Hadihi miknasatun tawilatun bu uzun supurgidir. Miknasa, qarang, miknasa orqasida supurgini orqasida tekiganligi uchun biz sifatiniga ham t qo'shaverdik. Tawilatun yana uzun degani. Agar qalamni aytmoqchi bo'lsaydik shu yerda tawil bilan birgaligida hadal qalamu tawilun degan bo'lardik. Lekin tawilun demadik, tawilatun dedik. Nima uchun? Chunki miknasada t'si bor. Xo'p, hadihi junaynatun jamilatun. Barcha keladigan so'zlar, ya'ni shunga o'xshataverasizlar, ya'ni. Hadihi junaynatun jamilatun bu go'zal bog'chadir. Hadihi al-madrasatu kabiratun jiddan bu madrasa juda kattadir. Madrasatukum saghiratun madrasalaring kichkinadir. Ayna al-muallimatu ya Fatimatu muallima qayerda ey Fatima? Huna fil fasli ya Aishatu bu yerda sinfda ey Aisha. Hadihi al-mimhatu jamilatun bu o'chirg'ich go'zaldir. Miqlamati jamilatun jiddan qalamdonim, qalam surayotgan idishim juda go'zaldir. Radhatun wasi'atun keng zaldir. Zal kengdir. Mihbaratun jadidatun ya'ni
yangi qalamdon. Qalamdon yangidir. Mihbaratun jadidatun. Hujratun dayiqatun. Hujra tordir. Hujra ya'ni xona tordir. Kuratun kabiratun ya'ni katta koptok. Qinninatun sag'iratun ya'ni kichkina shisha idish. Kichkina shisha idish yoki shisha idish kichkinadir. Xo'p, furshatun jamilatun. Go'zal shotka. Shotka go'zaldir ya'ni. Mata taji'u ilayna. Qachon biznikiga kelasan? Biz g'adan fi as-sa'ati ath-thaniyati ba'da adh-dhuhri. Ertaga soat 2dan soat 2da peshindan keyin. Ertaga soat 2da peshindan keyin. Ma'a man taji'u. Kim bilan kelasan? Ma'a ukhti. Singlim bilan. As-saghirati Fatimata. Kichkina singlim bilan, kichkina singlim Fatima bilan. Man hadhihi ya Umaru? Bu kim ey Umar? Bu qiz kim ey Umar? Hadhihi ukhti Aishatu ya sayyidi. Bu singlim Oishadir ey sayyidim. Hadhihi al-baqaratu ghaliyatun. Bu mol qimmatdir. Va tilka rakhisatun. Va ana u mol arzondir. Ishtarayna hadhihi ad-dajajata. Bu tovuqni sotib oldik. Bi 40 dirhaman. Qanchaga? 40 dirhamga. Bilan tarjima qilsak, bu o'quvchidir. Hada tilmizun. Hada tilmizun. Bu o'quvchi qizdir. Hadhihi tilmizatun. Hadhihi tilmizatun. Bu erkakdir. Hada rajulun. Bu xotindir. Hadhihi imra'atun. Hadhihi imra'atun. Bu xotin kambag'aldir. Hadhihi al-mar'atu faqiratun. Hadhihi al-mar'atu faqiratun. Bu o'quvchi qiz faoldir. Hadhihi at-tilmizatu mujtahidatun yoki nashitatun. Mujtahidatun yoki nashitatun. Bu o'quvchi qiz odoblidir. Hadhihi at-tilmizatu mu'addabatun. Biz muaddabun demayapmiz uchun bu qiz bola haqida gapirayotganligimiz uchun. Hadhihi at-tilmizatu mu'addabatun. Bu pichoq yangidir. Qarang. Hada as-sikkinu jadidun. Hada as-sikkinu jadidun. Bu madrasa kattadir. Hadhihi al-madrasatu kabiratun. Hadhihi al-madrasatu kabiratun. Bu sinf kichkinadir. Hada al-faslu saghirun. Kichkinadir saghirun. Hada al-faslu saghirun. Muallima qayerda? Ayna al-muallimatu? Sinfda fil fasli. Bu kichkina qiz singlimdir. Hadihi subhanallah. As-sabiyatu. Hadihi as-sabiyatu ukhti. Kichkina xona. Ghurfatun saghiratun. Ghurfatun saghiratun. Hadihi as-sabiyatu ukhti. Kichkina xona. Ghurfatun saghiratun. Katta xona. Ghurfatun kabiratun. Keng zal. Keng zal. Yani radhatun wasi'atun. Yangi siyohdon. Yani mihbaratun jadidatun. Eski siyohdon. Mihbaratun qadimatun. Yangi qalamni bir. Hati al-qalama al-jadida. Hati al-qalama al-jadida. Eski siyohni ol. Khudhi al-hibra al-qadima. Khudhi al-hibra al-qadima.